Novosibirskda 3 yoshli qizaloqning o'limida gumonlanayotgan shaxs hibsga olindi. Penza viloyatida reydlar o'tkazildi. Noqonuniy migrantlarni dronlar qidirmoqda. O'z onasini pichoqlab o'ldirgan xorijlik qo'lga olindi. Assalomu alaykum. Bugun 1-may 2026-yil dasturlarimizni boshlaymiz. Haydovchilar uchun xushxabar. Rossiyada mustaqil davlatlar hamdo'stligi, jumladan O'zbekiston va Gruziyadan bo'lgan xalqaro yuk tashuvchi haydovchilarning mamlakatda bo'lish muddati 1 yilda 180 kungacha o'zgartirildi. Ilgari dalnibo'yishliklar uchun ham bu muddat 90 kun edi. Shu sabab ular muddatdan ko'proq bo'lgani uchun reyestrga tushib qolayotgan va chegaralarda yuklar bilan qolib ketayotgan edi. Endi haydovchilar RUID ilovasida ro'yxatdan o'tib, quyidagi hujjatlarni taqdim etadi. Rossiyaga kirish to'g'risida ariza, pasport nusxasi, haydovchilik guvohnomasi nusxasi, pasport vositasini ro'yxatdan o'tkazganlik nusxasi, xalqaro tovar transport yuk xati yoki marshrut xaritasi. Bu tartib 30-iyundan kuchga kiradi. Novosibirskda 3 yoshli qizaloqning o'limida gumonlanayotgan shaxs hibsga olindi. Kuni kecha Novosibirsk shahrining Sentralniy politsiya bo'limiga tibbiyot muassasasidan mudhish xabar kelib tushgan. Shifoxonaga og'ir tan jarohatlari bilan 3 yoshli qizaloq olib kelingan. Afsuski, hushini yo'qotgan holatda bo'lgan bolakayning hayotini saqlab qolishning iloji bo'lmadi. Politsiya xodimlari jinoyatda gumonlanuvchini tezkorlik bilan qo'lga olishdi. U 29 yoshli muhojir vafot etgan qizaloqning o'gay otasi bo'lib chiqdi. Tergov ma'lumotlariga ko'ra, erkak ishdan qaytgach, bolani ayovsiz kaltaklagan va qizaloq hushidan ketgan. Shuningdek, bolaning onasi ham tan jarohati olgan. 30-aprel payshanba kuni Markaziy tuman sudi ayblanuvchi Jo'rayevga nisbatan ehtiyot chorasini belgiladi va u tergov yakuniga qadar hibsga olindi. Davom etamiz. Xorijdagi elchixona yoki konsulxona qabuliga endi onlayn yozilish mumkin. Xorijda istiqomat qilayotgan vatandoshlarimiz uchun yana bir qulaylik yaratildi. Endilikda elchixona yoki konsulxona qabuliga masofadan turib onlayn navbatga yozilish imkoniyati mavjud. Buning uchun my.gov.uz portaliga kirib, elchixona konsullik qabuliga yozilish xizmatini tanlash kifoya. Tizim orqali kerakli konsullik okrugi va xizmat turi belgilangach, onlayn taqvimda o'zingizga mos bo'sh kun hamda soatni tanlab, elektron navbatni osongina qo'lga kiritasiz. Eng muhimi, mazkur xizmat mutlaqo bepul bo'lib, bu vatandoshlarimizning vaqtini tejash va ortiqcha ovoragarchiliklarning oldini olishga xizmat qiladi. Penza viloyatida reydlar o'tkazildi. Rossiya tergov qo'mitasining harbiy tergovchilari Rosgvardiya jangchilari ko'magida Penza viloyatida navbatdagi keng ko'lamli tekshiruv tadbirlarini amalga oshirdi. Ushbu tadbirlardan ko'zlangan asosiy maqsad yaqinda Rossiya fuqaroligini qabul qilgan, biroq o'z vaqtida harbiy hisobga turishni unutib qo'ygan shaxslarni aniqlashdan iborat bo'ldi. Tekshiruvlar davomida mutaxassislar aholi gavjum bo'ladigan hududlar va savdo nuqtalarida nazorat ishlarini olib borib, bir necha o'nlab kishilarning hujjatlarini ko'zdan kechirdilar. Reyd natijasida aniqlangan barcha qoidabuzarlar harbiy hisobga qo'yilishi va shaxsiy ma'lumotlarga aniqlik kiritilishi uchun zudlik bilan harbiy komissariatga olib borildi. Noqonuniy migrantlarni dronlar qidirmoqda. Surgutda migrantlarni tekshirish kuchaytirildi. Endi ularni nafaqat yerda, balki havodan ham kuzatib borilmoqda. Politsiya reydlar davomida dronlardan foydalanmoqda. Tekshiruvlar migrantlar ko'p boradigan joylarda, turar joy binolari, qurilish maydonchalari, kafelar va ish joylarida o'tkazilmoqda. 2 kun davomida huquqni muhofaza qilish organlari xodimlari 50 dan ortiq manzilni tekshirgan. Migratsiya qoidalarini buzganlik uchun jami 40 ta protokol tuzildi. 13 kishi Rossiyadan chiqarib yuborilishga tayyorlanmoqda. Bundan tashqari jinoiy ishlar qo'zg'atilgan. Bular ro'yxatdan o'tgan joyda yashamaslik bilan bog'liq holatlar. Bunday 3 ta holat mavjud. Shaharda tekshiruvlar davom etmoqda va davom etadi. Rossiyada migrantlar uchun to'lovlar oshirilishi mumkin. Moliya vazirligi tashabbusiga ko'ra, migratsiya va fuqarolik bilan bog'liq bir qator davlat bojlari oshirilishi rejalashtirilmoqda. Bu hali taklif bo'lib, rasman
tasdiqlanishi kutilmoqda. Penzada dahshatli voqea sodir bo'ldi. O'z onasini pichoqlab o'ldirgan xorijlik qo'lga olindi. Penzada 44 yoshli xorij fuqarosi o'z onasini o'ldirganlikda ayblanib qo'lga olindi. Tergov ma'lumotlariga ko'ra 20-aprel kuni Ostrovskiy ko'chasidagi xonadonda kelib chiqqan janjal oqibatida erkak 64 yoshli onasining ko'krak qismiga pichoq bilan zarba bergan. Xonadonni tark etib bir necha soatdan so'ng qaytgach, ayblanuvchi tez yordam chaqirgan. Biroq shifokorlar ayolning o'limini qayd etishgan. Hozirda mazkur holat yuzasidan jinoyat ishi qo'zg'atilib, tergov harakatlari olib borilmoqda. Yangiliklar bilan sizni Dilshod Umarov tanishtirdi. Salomat bo'ling. Kanalimizga obuna bo'lishni unutmang.